Allohning toatida ulg'aygan yigitlar haqida misollar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mashhur qissa. Kunlarda birida xalifa bo'lib turgan davrda ko'chada ketayotsa, ko'chada o'ynayotgan bir to'p yosh bolalar Umar ibn Xattobni ko'rib tirqirab qochib ketishdi. Umar ibn Xattob haybatli inson bo'lgan, hatto katta odamlar ham tura olmasdi oldida, sir bor edi. Hamma yosh bolalar qochib ketdi, bir bola turibdi joyida. Xalifa qiziqib borib, "Ey bola" dedi. "Nimaga hamma qochib ketganda sen qochib ketmading?" dedi. Bu bola aytdiki, "Ey amir" dedi. "Ey amirul mu'minin, sizni zulmingizdan qo'rqish uchun zolim emasman. Jazoingizdan qo'rqishlik uchun gunoh ish qilganim yo'q. Yo'l keng, siz ham men ham sig'oramiz" dedi. Jur'atni qarang. Bir xato ish qilganim yo'q. Bir zulm qilganim yo'q sizdan bir kaltay yoki jazolanishlikka. Menda hech qanaqa bir ayb yo'q, o'taverasiz deyapti. Kimi bo'lasiz desa, Zubayr ibn al-Avvomni dedi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu. Qarang, jur'atda. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayh. Bu xulofoi roshidlarning 5-chisi deyiladi. Hayit kunida bir bolaga ko'zi tushib qoldi. Hali bolaning ustida yamog'i bor kiyim bor edi. 3-4 ta yamog'i bor edi kiyimida. Hayit kunida. Demak, kambag'al, qo'lida bir dunyosi bo'lmagan odam hayit kuni yangi kiyish kerak, iloji bo'lsa. Haligi bolani ko'rib turib, xalifaning ko'ziga yosh keldi. Bola xalifaga qarab, "Ey amirul mu'minin, nima yig'layapsiz?" Xalifa aytdi, "Bolam, agar ustingdagi yamoq kiyimingni do'stlaring ko'rsa, seni ko'ngling sinishidan qo'rqaman" dedi. Hamma yangi kiyib turganda sen yamoq bilan borib, haligilar oldida bo'yning qisilib, ko'ngling sinishdan dedi, qo'rqaman. Bola nima dedi? "Ey amirul mu'minin, qalb Alloh undan rozi bo'lmasligi yoki ota-onasiga oq bo'lishi bilan sinadi. Bu narsaga qalb sinmaydi" deyapti. "Albatta sizni mendan rozi bo'lishingiz sababli Alloh ham rozi bo'lishini xohlayman" deyapti. Faqir kishini ko'rasan, hech narsasi yo'q, ammo qalbida xotirjamlik bor. Uni bu xotirjamligini olsang, butun shahardagi odamlarga yetadi. Yana bir odamni ko'rasan, millionlagan puli bo'ladi, lekin faqir. "Zarar qildik bu oyda" deydi. "Zarar qildik." Qancha zarar qildingiz? "O'tgan oyda 120 ming foyda qildik. Bu oyda" deydi 100 ming bo'lib qoldi deydi. Ana faqir. Sen birodar faqirlikdan qo'rqqanligi uchun faqirsan. Bir yigit ulug' bir ishni qildi. Uni qilgan ishi shunaqa bir odamlarga ta'sir qildi. Bir odamga g'ash kelib, yosh bola ekanligiga ishora qilmoqchi bo'lib, yoshini kichik ekanligini bilan aytib uni ko'nglini cho'ktirmoqchi bo'ldi-da, "Ey yigitcha" dedi. "Yoshingiz nechida?" dedi. Yigit, "Men Abu Bakr va Umarlarga Nabiy sollallohu alayhi vasallam Usomani amir qilgandagi yoshdaman" deb javob berdi. 17 yoshda. 17 yoshdaman demayapti. Usomani payg'ambarimiz Abu Bakr va Umarlarga amir qilganda nechida edi? O'sha yoshdaman deyapti. Jur'atni qarang. Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'lib saylandi. Uni tabriklashlik uchun atrofidan elchilar kelishni boshladi. Hijozliklardan bo'lgan jamoani boshlab bir kichkina bola kirdi. Hali 10 ga yetib yetmagan bola edi. Boshliq bo'lib kirdi, 10 yashar bola. Bola turib, xalifa bo'lganligi bilan muborakbod o'qimoqchi bo'lib, gapirmoqchi bo'lganida to'xtadi. "Sendan yosh kattaroq odam gapirsin" dedi. Yig'lab chiqib ketib qoldimi xafa bo'lib? Nima dedi? "Alloh amirni isloh qilsin. Kishining qadri ikkita kichkina narsasi bilan, tili va qalbi bilan bo'ladi qadri. Agar Alloh taolo unga lafz qiluvchi, so'zlovchi tilni bergan bo'lsa, saqlovchi qalbni bergan bo'lsa, gapirishga haqli bo'ladi." Xalifaga aytdi bu gapni. "Agar ish siz aytgandek bo'ladigan bo'lsa, ummat orasida sizdan ko'ra bu xalifalikka loyiqroq, yosh kattaroq odamlar bor edi" dedi. Bu davlatni birinchi kishisiga borib gapiryapti bu yosh bola. Bu qo'shni amakiga gapirmayapti. Xalifaga gapiryapti. Odamning qadri yoshi bilan emas, qalbi bilan tiliga bog'liq. Agar Alloh shu narsani bergan bo'lsa, gapirishga haqqi bor. Agar faqat yosh bilanlar ish bo'lganda sizdan ko'ra qarroq odamlar o'tiribdi xalifalikka deyapti. Bu jur'at birodarlar. Xalifa Abdul Malik ibn Marvon yana
boshqa rivoyatlarda Hishom ibn Abdulmalik ham deyiladi. Huzurga bir jamoa odamlar kirishdi. Ularning orasida bir yosh bola ham bor edi. Haligi yosh bolani ko'rib, xalifani jahli chiqdi. Eshik tagida turadigan kishiga qarab turib, "Ey falonchi" dedi. "Meni oldimga xohlagan yosh bola kirib kelaveradimi?" dedi. Shunda haligi bola o'rnidan turib aytdi. "Ey amir" dedi. "Men sizni huzuringizga kirishim bilan sizni qadringiz tushib qolmaydi. Men uchun bu narsa sharaf. Bizni yurtimizga mashaqqatli kunlar keldi. Ozuqa yo'q bo'ldi. Sizlarda esa ortiqcha mollar bor. Agar ular biz uchun bo'lsa, nima sababdan ularni bizga bermaysizlar? Agar ular Allohniki bo'lsa, bas ularni bandalarga beringlar. Agar ular sizlarniki bo'lsa, bas uni bizlarga sadaqa qilinglar" dedi. To'g'atilmagan kichkina bolani gapi. Xalifa hayron qoldi. "Vallohi bu bola" dedi, "talabini bajarmaslikka biz uchun bironta ham uzrni qoldirmadi" dedi. Qavm uchun 100 dinor, bu bolani o'zi uchun 100 dinor berdi. Bola "O'zimni haqqimni ham qavmimga beraman" dedi. Chunki hojat yetmay qolishi mumkin. Bular ham odamning bolasi. Bularda ham bitta erkak, bitta ayoldan Alloh dunyoga keltirgan. Lekin bularni mana shunday jur'atli qilganlar shu erkak bilan ayollar bo'lgan. Bizni ham qo'limizdan keladimi? Biz hammamiz xohlaymiz. Farzandlarimiz jur'atli, shijoatli, yurakli, o'ziga ishongan, irodasi mustahkam farzand bo'lishligini. Hammamiz xohlaymiz bunaqa farzandga ega bo'lishni. Ammo biz shunaqa farzandga ota yoki ona bo'lishga loyiq mehnat qildikmi? Bolani ruhiyatini uydagilar yo ko'taradi yo tushiradi. Bak, nariyoqqa bor, boshim ortma. Bak. Enangga bor, otangga bor, akangga bor. Otalar sizlarchi mana bu derazaga o'xshaysizlar. Shunga kelib dunyoni ko'rmoqchi bo'lyapti. Siz shuni ochib bersangiz, o'zingizni qalbingizni ochib bersangiz, dunyoda siz orqali taniydi. Siz to'g'ri degan narsani to'g'ri deb ulg'ayadi. Siz noto'g'ri degan narsani noto'g'ri deb sizni o'lchovingiz bilan ulg'ayadi. Agar yopib qo'ysangiz, boshqa derazalar ochiq. Boshqalarning ko'zamigi bilan dunyoni ko'rib oladi. Shuning uchun bolalarimizni ko'nglini cho'ktirmaslik uchun, jur'atli qilib tarbiyalashlik uchun birinchi nima ish qilishimiz kerak? Hammamizni qo'limizdan keladi. Va juda oson ish bu. So'ziga quloq solish kerak. Eslang, qachon siz o'sha 3 yoshar, 4 yoshar bolangizga o'tirib, xuddi katta odam bilan gaplashgan qilib 5 minut gaplashgansiz. Masxara qilmasdan, tevada turmasdan, xuddi o'zingiz bilan tengdek qachon muomala qilgansiz bolangiz bilan? Allohning toatida ulg'aygan yigitlar haqida misollar. Umar ibn Xattob